20. bab. Yakshanba kuni tong texi yormug'anda Majdellik Maryam Hazreti Aysoning yerligiga bordi va o'nkirni og'zidagi toshning elib etilganligini ko'rdi. U yugurgan peti Simon Petrus va Hazreti Ayso yaxshi ko'rdigan heliqi shogirdning yeniga kelib, ularga Rabbimizni yerligidan elib etibdi. Qayerga qo'yganligini bilmadik, dedi. Petrus bilan heliqi shogird tashqariga chiqib yerlikka qarab yo'l oldi. Ikkiylan birga yugurishib mangdi. Lekin heliqi shogird Petrusdan tez yugurib, yerlikka birinchi bo'lib yetib bordi. U engishib ichiga qarab, kandir kepanning u yerda yeyiqliq turganligini ko'rdi. Lekin ichkiriga kirmadi. Kaynidan Simon Petrus yetib kelib, yerlikka kirdi va u yerda yeyiqliq turgan kepanni ko'rdi. Hazreti Aysoning beshiga chigilgan yog'liqni ko'rdi. Yog'liq kepan bilan bir yerda emas, balki ayrim yerda yugaklik turadi. Ondan yerlikka avval kelgan shogirdmi yerlikning ichiga kirib, ahvolni ko'rib, Hazreti Aysoning tirilganligiga ishondi. Shundoq bo'lsa-mu, ular Hazreti Aysoning o'lib qayta tirilishi kerakligi haqida muqaddas yozmalarda yozilgan so'zlarni textcha tushunmagan edi. Shuningdan keyin ikkilan o'zlari turayotgan joyiga qaytishdi. Maryam bo'lsa, yerlikning sirtida turib yig'layotdi. U yig'lab turib, yerlikning ichiga engishib qarab edi, oq kiyim kiygan ikki farishtani ko'rdi. Ularning biri Hazreti Aysoning jasadi qo'yilgan yerning bosh tarafida, yana biri oyoq tarafida o'ltiradi. Ular Maryamdan, "Xonim, nemishqa yig'laysiz?" deb so'radi. "Rabbimni elib ketibdi. Uni nega qo'yganligini bilmayapman", dedi Maryam. U shu gapni qilibla kayniga qarab edi, birining u yerda tug'unini ko'rdi. U dal Hazreti Ayso edi. Lekin u Hazreti Ayso ekanligini bilolmadi. "Xonim, nemishqa yig'laysiz? Kimni izlaysiz?" deb so'rdi Hazreti Ayso. Maryam uni bog'van deb o'ylab, "Taqsir, agar uni siz yo'tkavatgan bo'lsangiz, qayerga qo'yganligingizni aytib bergaysiz, men uni elib kelsam", dedi. "Maryam", dedi Hazreti Ayso uningga. Maryam burilibla ibroniy tilida "Rabboni" dedi. Bu so'z ustoz degan ma'noda. "Menga esilmang, chunki men texi otamning yeniga qaytib chiqmadim. Berib qarindoshlarimga ayting. Sizlarning otanglar bo'lgan otamning, ya'ni Xudoyinglar bo'lgan Xudoyimning yeniga qaytib chiqaman", dedi Hazreti Ayso. Shuning bilan Majdellik Maryam shogirdlarni yeniga berib ularga "Rabbimizni ko'rdim", dedi. Ondan Hazreti Aysoning o'ziga aytganlarini ularga so'zlab berdi. Shu yakshanba kuni kechda shogirdlar jam bo'lgan yerida Yahudilarning qo'qqanligidan uyning ishlarini taqib edi. Shu paytda Hazreti Ayso ularning orasida paydo bo'lib, o'rtgan holda ularga "Aman bo'linglar", dedi va oqdilla qo'llari va biqinini ularga ko'rsatdi. Shogirdlar Rabbini ko'rganidan qin-qiniga patmay xushal bo'lishib ketdi. Hazreti Ayso ularga yana "Aman bo'linglar. Otam meni avatganidek, men sizlarni avatiman", dedi. Bu so'zlarni qilib bo'lgandan keyin ularga bir puflab, Xudoning muqaddas ro'yiga muyassar bo'linglar. Kimning gunohlarini kechirsanglar, uning gunohlari kechirim qilinadi. Kimning gunohlarini kechirim qilmasanglar,
uning gunohlari kechirim qilinmaydi, dedi. 12 shogirddan biri, ya'ni qo'shkezak deb atilgan Thomas, Hazreti Ayso kelganda ularning yonida emas edi. Keyin ular uningga biz Rabbimizni ko'rdik deyishdi. Lekin Thomas uning qo'llarida mixning izini ko'mgicha, mixlarning iziga o'z barmog'imni va biqiniga o'z qo'limni tekkizib boqmaguncha hargiz ishonmayman, dedi. Bir haftadan keyin shogirdlar yana shu uyda jam bo'lgan bo'lib, Thomasmi ular bilan birga edi. Eshiklar taqoqliq bo'lsa-mu, Hazreti Ayso kirib, ularning orasida turib, "Aman bo'linglar", dedi. Ondan Thomasga, "Barmog'ingni bu yerga takkizib, qo'llarimga qara. Qo'lingni uzatib, biqinimga takkizib baq. Gumon qilmay, menga ishon", dedi. "Sen mening Rabbim ham Xudoyimsan", dedi Thomas uning javoban. Hazreti Ayso uningga, "Meni ko'rganliging uchun ishondingmi? Ko'rmay turib ishonganlar naqadar baxtli-a", dedi. Hazreti Ayso shogirdlarining oldida bu kitobda yozilmagan boshqa nurg'un mo'jizlarni ko'rsatdi. Bu xotirlaslarni Hazreti Aysoning qutqizg'uchi Masih, shundaqla Xudoning o'g'li ekanligiga ishonsin, ham bu orqali uningga bog'lanib hayotlikka erishsin deb yozildi.